Andoza yo'qlar nima qilsin? Bizda andoza yo'q deb yozibsizlar-ku. Andoza siz bu fasonni chiqarsangiz bo'ladi. Matoni ustida bichib tikasizlar, xuddi shunaqa qilib bichib tiksangiz bo'ladi. No qiynalasiz. Qanaqa qilib chiqarganingizni bilmaysiz. Men har doim andoza bilan ishlaganim uchun o'quvchilarimga ham, shogirdlarimga ham andoza bilan o'rgataman. Andoza bilan ishlasangiz bittada bez primerka chiqadi. Shuning uchun andozani o'rganinglar. Hozir birinchi oqshom libosini qilamiz. Yashil ko'ynak bor, shuni ko'rsatib yuborsalaringiz ekranda shuni modellashtiramiz. Bu bizning yengimiz. Mana asos andozamiz. Asos andozamizni biz hozir mana bu vichkasini ko'chirib olamiz. Vichkasini ko'chirishimiz uchun belimizni olib olamiz, bel qismimizni ajratamiz. Mana buni olib turaman, bel qismimizni, etak qismimizni. Endi mana bu joyini qilamiz. Bu joyini qilishimiz uchun mana bu yerga mana endi bu joyini olib, mana bu vichkasini yopib olamiz. Skladka qilib olamiz. Qarang. Mana bu bel uchidan ko'krak uchiga chizib oldim. Bu yerda skladka paydo qilamiz. Keyin buni yopamiz. Bu yerni kesaman. Sizlar agar andozalaringiz yo'q bo'lsa, andozani qo'lda chizinglarda qanday qilishni. Keyin uni ketma-ketligini chizib olsalaringiz, nima ish qilayotganimni, keyin uni o'zingiz andozani o'rganganingizda bemalol buni qilsangiz bo'ladi. Lekin albatta bu fasonni chiqarish uchun andoza muhim qizlar. Chunki andozani o'rgansangiz, ishingiz shunaqa yengil bo'ladi. Xohlagan fasoningizni bemalol yarata olasiz. Bel vichkani yopyapman. Endi ko'krak vichkamizni kesamiz mana bu. Ko'krakni kesib, buni ham yopaman. Mana uzib olmayman va bu vichkamizni yopamiz. Belimizdagi mana bu tegidagi vichkani orchasini kesib tashlaymiz. Mana kesib oldik. Mana bu yerdagi skladkasini men qilib oldim. Endi mana bunisini ham yopib olamiz. Mana buni ko'krakgacha qildim. Bunisini ham kesamiz. Kim asos andozani o'rganishni xohlaydi qizlar? Mana shu vichka turidagi ayollar asos andozasini o'rganib, bittada bez primerka tushadigan liboslarni o'z qo'llari bilan tez natija bilan yaratishni xohlaydi. Bormi sizda shunaqa asos andozani mukammal standart, no standart, individual qomatlarga chiqarishni xohlaydiganlar? Vichkasini orqasini kesamiz. Mana vichkamizni qilib bo'ldik. Mana bu joyga biz skladka qo'yamiz. Hozir bu skladka qo'yishimizdan oldin mana bu tepada endi formasini beramiz. Tepada mana bu O nuqtadan, mana bu yerda biz andozamizni tayyorlaganimizda bizda O nuqtamiz bor-da. Bu qo'ltiq boshlanish nuqtasi deyiladi. Bu joyda ham shu qo'ltiq boshlanish nuqtasi bo'ladi ikkita tarafda. Endi buni mana shu ko'krakning uchiga qarab olib kelamiz. Bu yerga yengini qo'yib olib, hozir fasonimizni chiqaramiz. Endi yengimizni mana bu joyini mana O nuqtasini belgilab olamiz-da. Mana proymasini belgilab oldim. Bu joyimizni. Mana bu yengimizni mana bu yerdan 1,5-2 sm yurib, bu yerga vichka chizamiz. Uzunligi 9 sm da vichka chizamiz va bu yerini kesib olib tashlaymiz. Mana 1,5 sm vichka qildik, kesib olib tashladik. Endi bu joyimiz mana O'ni O'ga ro'parasiga qo'yib buni qo'yamiz. Mana bu proymasini yopishtirib qo'ymang. Proyma turishi kerak. Mana qilib oldik. Qo'yib oldik. Endi bu joyga siz mana bu yerdan yengidan qancha mana yengimiz o'zi o'lchangan, qilingan. Qo'ltig'imiz oldi, kengliklarimiz qilingan. Yengimiz 2 buklovda, orqa tarafi ham bor. Andozamiz ham orqa tarafi bor. Bu yerda hozir mana shu yeng kengliklari va kenglik haqlari qo'shilgan. Bu joyda hozir biz dekoltemizni o'lchab, bu yoqqa qarab olib kelamiz. Hozir ustiga chizaman va bundan keyin nusxa olamiz. Endi chizamiz. Mana bu ko'kragimiz oldi uchiga kelish uchun mana bu joygacha keladi dekoltemiz. Endi buni chizamiz. Mana bu yerdan tepadan 4 sm dan 7-8 sm gacha tushirsak bo'ladi. To'rdan. Qanchalik yopiq xohlasangiz teparoqda, ochiqroq xohlasangiz pastroqda qilishingiz mumkin. Chizamiz mana bu joydan bel vichkasini uchiga olib kelib. Mana chizib oldik. Endi bu joyni necha santimetr qilmoqchisiz? Shuni belgilab olamiz. Belgilab olib, masalan, deylik buni 7-8 qilishingiz mumkin. Hozir 7 sm qilaman. Buni mana shu lineykani qayerga ishlatgan bo'lsam, xuddi shunday qilib bu tarafga tutashtiramiz. Mana ozgina endiroq qildim. Endi hozir bu joydan men nusxa olaman. Ikkita nusxa olaman. Bu tarafiga va bu tarafiga olib kelishga nusxa olaman.
Mana kalkani qo'yib, plyonka donsalaringiz ham bo'ladi, shu ko'rinadigan narsa donsalaringiz bo'ladi. Mana qo'yib, bu joyni mana oldi. Endi bundan hozir orqa tarafini ham mana bu joyini ham chiqaramiz и kesamiz buni. Orqa yenginikini ham chiqaramiz. Xohlasangiz orqaga yengiga qo'ltig'iga chiqarsangiz ham bo'ladi. Xohlasangiz buni mana bu joydan orqa bo'lakning o'rtasiga ham qilsangiz bo'ladi. Agar orqani o'rtasidan keladigan zamokgacha keladigan bo'lsa, orqani ham qilib, orqani alohida olasiz. Agar mana bunisi faqat orqa qo'ltiqqa ulanadigan bo'lib, orqa tarafida yo'q bo'ladigan bo'lsa, mana bu yengidan qaytarib olasiz. Buning uchun mana yengini, mana bu joyini buklab olasiz. Agar orqa yerga mana bu yengimiz mana bu joygacha orqasi keladigan bo'lsa, mana bu joyni mana buklovga qo'yasiz. Mana shu buklov joyi, mana bu joyga buklovni rovna qilib qo'yasiz. Bu orqa bo'lagi hozir. Ham oldi, ham orqasi chiqadi bu yerda. Mana endi xuddi shundan ikkita qilib kesib olamiz. Mana bu bizda kesamiz. Bu orqa qo'ltiq o'yinimizga ulanadigan joyi. Mana endi shundan yana bitta kesib olamiz. Ikkinchi tarafi uchun. Hozir men qog'ozda qo'yib, sizlar mana shu bitta andozadan ikkita qilib qilib olasizlar. Ikkita tarafi uchun. Men hozir sizlarga yaxlit qilib ko'rsatish uchun qog'ozda ikkita qilib kesyapman. Atak andoza asosiy bitta bo'lsa bo'ladi. Buni maton ustida ikki qavat qilib bichsangiz bo'ladi. Bu tarafini ham mana shu bilan teng qilib olamiz. Mana ikkita yengimiz dekoltasi tayyor bo'ldi. Endi andozamizni mana bu joyini tepasini qilamiz. Korsetini chiqaramiz. Korset chiqarishimiz uchun mana bu joydan, mana bu o'sha mana sertechkadan chiqqan joy bor-ku, shuni olamiz. Bu yoqqa mana bu O nuqtagacha olib kelamiz. O nuqtaga olib kelamiz. Endi yengini olib tashlasak ham bo'ladi. Bizga hozir yengi kerak emas. Endi buni buklab mana bu joyni O nuqtasini bu yoqqacha kesib olamiz. Bir xil qilib. Mana kesib oldik. Endi mana bu joyni skladkasini qilamiz. Skladkasini qilishimiz uchun hozir tagiga qog'oz ulaymiz. Bu modellashtirishdan tashqari, mana shu vebinarimiz oxirigacha o'tirganlarga yana bitta juda ham chiroyli, nafis tikilgan oqshom libosni, bichilish tikilish texnologiyasini video darsligini sizlarga taqdim qilaman. Shuning uchun chiqib ketib qolmanglar, ekrandan uzoqlashmanglar. Mana yopishtirib oldim, ortiqchasini olib tashladim. Endi bu skladkasini taxlaymiz. Mana shu skladkasini buklab shu joyga kesgan joyimizga olib kelamiz. Skladkamizni ortiqchasini kesamiz. Mana endi bu tarafini bu yoqqa tikiladi bu joyi. Bu yerda choq bo'ladi, choqini tikasizlar. Bu andozamiz bizda 44-razmer. Endi esa mana bu yengimizni mana qilganimizni bu yerda buklab mana bu yengimiz qilganmiz-ku, xuddi o'shani bu joydan ulaymiz. Mana bu joyga kelib tikiladi bunisi. Bunisi esa bu tarafdan keladi. Mana bu joyga ro'parasiga keladi. Mana ro'parasiga qilib hozir tutashtiramiz. Ja, bu yoqqacha oxiriga kelmaydi. Mana bu yerda kelib tagida qoladi bu. Hozir mana shunday qo'yib kelamizda. Shu yerdan boshlab buni ulaymiz. Bu orqa bo'lakka buklanadi, orqa qo'ltiqqa tikiladi. Endi bu joyini bu yoqdan qo'yib kelamiz. Buni 44-razmerga hozir manekenning ustiga qo'ysangiz, lop loyiq chiqadi 44-razmerga bu.
Mana dekoltemiz tepasi tayyor bo'ldi. Mana. Endi beldan pastki qismimizni qilamiz. Beldan pastki qismimizni qilishimiz uchun mana yubkamizni kesib olgan qismimiz bizga yarmi kerak bo'ladi. Bu tarafga kelamiz. Bu joyi bizda buklovda, shuning uchun men yarmini kesib olsam bo'ladi. Vıtchkasini kesib yopamiz. Hammaga tushunarli bo'lyaptimi? Hammaga tushunarli bo'lyaptimi? Qaranglar, bu bel qismimiz, bu o'rta qism. Oldi, o'rta. Bu bel. Bu yon qismimiz. Endi buni bo'laklarga bo'lib skladkalarga ochib chiqamiz. Skladka nechta skladka? Bizda o'rtada mana bu yerda va mana bu yerda skladkamiz bor. O'rtada skladka, buni o'rtasini teng bo'lib chiqamiz. Buning uchun mana bu joyimizni o'lchaymiz. Va mana 22, 10 o'rtasini bo'lib olamiz. Shu joyda 5 5 5 5 va mana bu yerda skladkasi bor. Buni chizib bo'lib olamiz. Mana qo'yib oldik. Mana materialimizni bu eni, bu esa bo'yi. Bo'yiga mana qo'yib olamiz. Bunda eni 3 metrli material bo'lsa juda ham yaxshi bo'ladi. Endi mana bu yerdan hisobini qilamiz belimizni. Deylik, belimiz 20 sm bo'lsa, har bitta belimizga skladkasiga bu yerga hozir 5 sm skladka o'rtaga stretch. Mana bu joy buklovda. 5 sm skladka qilishimiz uchun men mana bu yerda 10 sm qoldirishim kerak bo'ladi. 10 sm bu yerda qoldiraman. Bu yerga 10 sm qoldiraman. 10 qoldirib mana 10 sm bu skladka uchun qoldirdim. 10. 10dan keyin men buni qo'yaman. Bundan keyin yana mana buni ochib, yana bu yerdan yana 10 sm 10 sm ikkita 5 ga qoldiraman. Bitta 5 sm skladka uchun 10 10, mana bu yerdan 20 sm ochamiz. Buni kamroq 5 sm emas, 6 sm tashlab 3 sm skladka qilsangiz ham bo'ladi. Endi bu yerga xuddi shuni ikkitasini tashlashimiz kerak. Chunki ikkita bir-biriga qaragan strechniy skladka bo'ladi-da. Demak, mana bu yerga qarang, 10 sm tashlagan bo'lsangiz, bu yerda ikkita skladkamiz bo'ladi. 10 10 20 sm tashlaymiz va buni tashlagandan keyin mana bu yerda yana bitta 10 tashlashimiz kerak bo'ladi. Yana bitta 10 tashlaysiz. Ham kasoy, ham skladkali. Mana ham kasoy bo'ladi, ham skladka bo'ladi. Bu yog'i kengayib ketyapti. Qaranglar, kasoy bo'lib. Endi buni kesib chiqamiz. Chok haqqi bilan mana andozangizni qo'yib olasiz. Bu yerda menda hozir qog'oz kam. Beldan pastki uzunligingizni qo'yib olasiz. Necha santimetr bo'lsa, ko'ylagingizni uzunligini, bu yoqdan ham uzunligini qo'yib olasiz. Meniki hozir kamroq. Buni endi chok haqqini tashab, biz bichib chiqamiz. Mana bichib oldik. Endi bu yoqdan ham o'sha kerakli uzunligini o'lchaysiz. Masalan, 1.30 bo'ladigan bo'lsa, 1.30 1.30 qilib, menda hozir qog'ozimda 23 yetadi. 23 sm qilib, bir xilda qilib belgilab chiqaman. Mana tayyorlab bo'ldim. Endi buni men bu yog'ini taxlab chiqamiz.
Bu hozir sразу 2 qavatda oldi etagi polniy bo'ldi. Men hozir yarmini kesamanda, faqat yarim bo'lagini ko'rsataman sizlarga skladkaga. Mana bunimizni taxlaymiz. Bu oldi o'rta bo'lagi. Buni bunga taxlaymiz. Buni mana bu o'rtasiga taxlaymiz. Buni yonchoqqiga taxlaymiz. Mana. Mana qarang, mana bu oldi bo'lak o'rtasi bir-biriga qaragan bu yerda ham skladkasi bo'ladi. Bu o'rtadagi skladka, bu yondagi skladka. Bu mana shu holatda mana bunaqa skladka bo'ladi. Bu orqa bo'lagi. Bu ko'ylagimizni mana yarmi. Bu endi tagida uzun bo'ladi. Bu hozir tepasi yaxlit. Bu mana o'rtasi, mana vichkasi yopilgan, mana o'rtasi o'rtaga. Bu vichka yopilgan, bu ham yopilgan. Mana beliga to'g'ri keladi. Tikkaningizda. Yoqdimi sizlarga mana bu fasonni modellashtirish? Bu fasonimizni modellashtirishimiz uchun mana bundan bizga 3 metrli, endi 3 metrlikdan olasizlar. 3 metrlikdan olsangiz 6 metr ketadi va tepa qismiga. Buni yonidan mana bu chiqadi. 6 metr 3 metrli nimamiz yetadi. Yoki skladkasini kattaroq, ko'proq qilaman desangiz 9 metrli olasiz. Yoqdimi ko'ylagimiz fasoni sizlarga? Tushunarli bo'ldi. Demak, keyingi fasonga o'tamiz. Hamma tayyormi keyingi fasonga o'tishga? Agar siz ham o'zingiz ustingizda ishlab, rivojlanib, yangi bilimlarga ega bo'lish istagida bo'lsangiz, unda onlayn kurslarimga ro'yxatdan o'ting. Mana shu video tagida qoldirilgan ssilka orqali ro'yxatdan o'tsangiz bo'ladi. Bu yerda ism, familiyangiz, telefon raqamlaringizni to'liq kodlari bilan yozib qoldirsangiz, kursimiz boshlanishidan avval adminlarim sizga aloqaga chiqib, kurslarimiz, tariflari, mavzular haqida batafsil ma'lumot berishadi. Ha aytgancha, agar video yoqqan bo'lsa, YouTube kanalimga a'zo bo'lishni unutmang. Bu yerda sizlar uchun har hafta kerakli bilimlarni bo'lishib boraman.